stress nima-yu, undan qanday chiqish kerak bo'lishi. Bu mana masalan hozirgi bizda tezlashib borayotgan bizni ishlarimiz, tezlashib borayotgan jamiyatimizda bu juda ham kerak. Bizda badanimiz sekin harakat qilyapti, bizni miyamiz ko'p harakat qiladi. Oldinlari ota-bobolarimiz 50 baravar ko'proq harakat qilishgan shekilli yoki 100 baravarmi. Hozir biz ko'p o'tiramiz, lekin miyamiz juda ham ko'p ma'lumotlar qabul qilish jarayonida turibdi. Shunaqa narsa borki, biz kuzatamiz. Kuzatish jarayonida bizni ichimizda ma'lum bir qismi bo'layotgan voqea hodisalarni kuzatadi. Agar xavf tug'ilsa, biz o'sha xavfdan chiqishimiz uchun bizda badanimiz qon aylanishi tezlashib, yurak urishi tezlashib, nafasimiz tezlashadi. Ana shu paytda yo biz qochishimiz kerak yoki kurashishimiz kerak. Mana shuni biz stress deymiz. Yoki aytaylik hayajonli holat. Aytaylik biz jismoniy mashqlar qilish uchun sport zalga borib turib tosh ko'taradigan bo'lsak ham, bizning mushaklarimiz stress oladi. Bu yomonmi? Yo'q, ma'lum bir stresslar bular foydali. Chiqishdan oldin hayajonlanishingiz, imtihonga tayyorgarlikdan oldin hayajonlanishingiz yoki mana shunaqa bezovtaliklar, bular normal stress va bundan juda ham xavotirga tushish yaxshi emas. Buni agar biz kerakli praktikalar, kerakli amaliyotlar qilib, meditativ holatda tanangizni to'g'ri holatga keltirishni, qanday yechim berish shakllarini, o'sha xavfli holatda qanday chiqib ketish usullarini biz o'rgata olsak tanamizga, kerakli joyda xuddiki siz bir priyomni yoki aytaylik sharq yoki kurashlarda bitta ishni ko'p qaytaravergandan keyin aynan xavfli holatda u o'sha himoya qilinishiga sabab bo'ladi. Agar o'sha ko'nikma badanida hosil bo'lsa, eng kuchli xotiralardan biri bu tanani xotirasi. Chunki siz velosiped haydaganingizda yoki suzish qilganingizda yoki bir cholg'u asbobini o'rganganingizda sizning badaningiz harakat qiladi. Va 15 yildan keyin ham siz velosipedga o'tirib haydab ketishingiz mumkin. To'g'rimi yo'qmi? Shunday ekan, biz badanimizni mana shu stressiy holatlarda qanday chiqib ketishini o'rgatsak, bizni tanamiz bunga yangicha bir kashf o'zingizni ichingizda o'sha stress holatlarida yangi qadamlar qo'yishga moyillik uyg'onadi. Sizda xohish uyg'ona boshlaydi. Aksincha, agar bu bizdan qochib, bu narsadan qo'rqadigan bo'lsak, bizda gipertoniya, bizda qandli diabet, bizda harakatsizlik, bizda ortiqcha vazn va har xil salbiy holatlarga olib ketishi, hattoki kasallik